Ertalabam bo'libdi. Judayam bellarim qotib qoldi-ku. Voy, belim. Yuz qo'limiz yuvib kelaylik yur. Hatta Daryodan. daryoda badar to'la tushunib chiqaylik-day. Boshda yuz qo'lni yuvaylik keyin. Hop. Mana senga. Hop. Ko'rdim. Hop. Suzolmayapman. Suzolmayapman. Hop. Voy. Voy, tur. Qaytib beraman. Sen shunaqa o'yin qilmaganga bunaqa bo'lmasdi. Sen o'zing aytding. Shundan biz qayoqqa kelib qoldik? Qayerga keldik? Menimcha ana odamlardan so'rab kelganimiz menimcha yaxshiroq. Oho, tada, to'g'ri. Kechirasizlar. Qishloqlar qayerga kelib qoldik? Siz bizning qishlog'imizga kelib qoldingiz. Bu yer bizning eng yaxshi va kishnamgina uyimizdan biridir. Siz bu yerdan meni yonimga borishingiz mumkin. Sizlarni tanimayapman, sizdan kelsinlar. Biz nima qo'shni qishloqdan edik-da. Ana bo'ladi. Mana chiroyli kiyimda kiyinganmi men? Ha. U oppoq kiyimda bo'ladi. Kostyum chog'i bo'ladimi? Yo'q, oq kiyimli. Qani oq kiyimli kostyum chog'larni ko'rdim lekin. Oq kiyimli qanaqa edi? Assalomu alaykum. Mana. Siz bu yer... Ey mer, siz bu yerda merimisiz? Ha, menman. Nima xohlayapsizlar sizlar mendan? Nima xohlaymiz? It, o'mich. Biz bu yerga biz shunaqangi sohilda edik. O'sha yoqdan biza suvga tushganimizdan keyin mana shu yerga oqib kelib qoldik biz. Bu qanaqangi qishloq? Ayting, Ha, bu qishloq youtuberlar qishlog'i. Bu qishloqda hamma yashagan videolarni olgan. Sizlar shu qishloqqa kelib qoldinglar. Tabriklayman. Bu qishloq hamma ijobatli kelgan. yo'g'i? Bo'lmish. Rahmat. Hozir biz kelamiz. Uy sotib olishingizda tekinmi? Yo'q, pul berishlari kerak $1000. Bu axir youtuberlar qishlog'i. Jinursin, nima shunchalik Ijara emasmi? $1000 bersang bo'larkan. $1000 so'mda qancha bo'ladi? Bilmayman. Dollar deyapti-da. So'raylik, nechta olmas ekan yoki izmut. Yur so'rab ko'raylikchi. Yur. $1000 nechta olmas bo'ladi yoki zumrat? Kechirasiz. Qishloq shuning meri. Короче, $1000 o'zbek so'midan necha ming bo'ladi? Men qishloqlar so'mida. 10 olmas bo'ladi. Olmas bo'ldi, tushundik. Men qayergadir ketib qoldi. 10 olmas olishimiz kerak edi. Mayli yur. Ketdik, qaytib keldik. YouTube'lar qishlog'ini bir aylanib kelaylik. Aylanaylikda mazza. Mazza qilib. Mana uyda tanish bor. Bu menimcha kompotni uyi emasmi bu? Ana nima? Qora narsa. Nima bu? Yurayman. Yerga. Bitta oshini ichir. Bu nima ekan? Qora bola. Yur so'rab qo'yaylik. Ketdik. Mer, to'xtang, shoshmang. Shoshmang. Ey mer. Ha, nima deysizlar? Mana bu narsa necha olmas? 5 olmas turadi bittasi. 10 ta bor-da. Sizlar qayerdan topdinglar? Bitta odam короче yo'lda yurib yurganda topib oldik. Ha, o'g'irlamagan bo'lsanglar Bo'ldi, 5 tasini beramiz, bitta ikkitasini beramiz, uy berasiz. Qanaqa uy bor? Mana youtuberlarning kompotli uyi bor birinchisiga. Ikkinchisiga men borib
qoldi. Shu ikkita uy bo'sh. Ha bo'ldi. Keyinroq beramiz pulini. Hozir bermasanglar kirmaysizlar. Mayli. Hozir ana uni ko'ring. Hey men, hay, olib keldim ey. Ha, bir qara qolib kel. Mana korotchi tashladim, o'zingiz olib ketasiz. Aha, oldim. Bo'ldi, Ha, mayli. qishloqchi, yana bitta uy bo'sh edi. Nima? Chekkadagi, qishloqdan chekkadagi bitta katta uy bor. Ikkita odamli, 3-4 ta odamli. Ey bo'lmi chiqartasiz. Uchtasidan bittasini tanla. Yo, orqadagi eng oxirdagi uylardan ajralib turganini tanlaylik. Bo'ldi, bizlar ana orqadagi katta Da. uyga ketdik. Mana poluz ekinlar necha dollar? Necha dollar? Yo'q, ular tekin. Uy sotib olsangiz, u sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Qaysilar degan qaysilari? Mana ikkitasimi yoki to'g'risidagi to'rttasimi? Mana to'g'risidagi. To'g'risidagi 4 tasi bo'ladi. Hamma uyda oldida o'zini agaroti bo'ladi. O'zi shuncha joyga Buldunda biz mana shu boshida urushni kutaylik. bo'ldi-ku uspi. Uskanlarni olavdik. Mayli, uyni ko'raylik. Uyning ichida hech qanaqangi mebel yo'q, bittagina fakil bor. Voy, bilsiz ekan shuning uchun. Kambag'al, uyingni tut. Ha. Hozir bitta uyga kirib fakil o'g'irlab kelaman. Sen indamay turguncha, xo'p? O'g'la. Mebel ham o'g'irlab kelaman. O'g'lab ketish. Kompot uyda mebel ko'p. Voy, yer bor ekan. Mana bularni usib turaman. Hop, eshikni ochdim. O'g'irlab, yaxshilab o'g'irlab kelsa bo'ladi-da. Qovun tushib qolmasa bo'ladi. Kambag'allar ko'p qovun tushiradi. Hattoki men ham qovun tushirganman bir-ikki marta. Lekin mayli o'g'irlash. Bu kuniki hech kim ishlamagan. Hech kim ishlamayapti. Men ishlayman. Bechoralarni огородini ishlab berdim. Janob mer, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bizning majlisimiz bo'lyapti. Kechasi zombilar chiqqanligi uchun bu yerda majlis o'tkazamiz. Ha, yetilib bo'ldi kambag'al. Juda ham kechasi bilan karavot qidirib, shu bellarimni olib ketdim. Mebelni ham topib olganim. Fakil o'g'irlab kelamiz. Davay. Mebel kecha men mebellarni o'g'irlab kelgandim, joylashtiraman. Joylashdi. Ovqatlanadigan xonamiz bo'libdi. Sizlar nima qilyapsiz? Fakil, ko'chani fakili bormi? Javob bermadi. Ko'chani fakili yo'q ekan. Ko'chaga fakil saylar bilmayman. Qaysi uyda fakil bo'ladi? Uyda mebellarni o'g'irlab ketibdi-ku. Mana uyni ko'raylik. O'tirishlar bor ekan. Boya o'tirish olganni versa hammani qo'yamiz. Fakil yo'q ekan-ku. Mana shunaqa uylarda fakil bo'lmasa yo'q. Voy, juda ko'p fakil. Fakilga to'ymayman men. Fakil beringlar, fakil. Voy, mana qaranglar desam yo'q ekan. Hey, odamlar, eshitmadim demanglar. Men fakir o'g'irladim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, mana bu qo'limdagi telefon kimnikiligini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Bu telefonni baribcha tashlab ketish kerak. Mana shu telefonni ko'rib bera olasizmi? Qancha pulga ketishini menga aytib bera olasizmi? Xo'p, hozir aytaman. Bu telefon iPhone 17 ekan. Pro Max ekan. Bu telefon nechaga ketadi ya? 2500 dollarga ketadi. Rostdanmi?
Voy! Kambag'al qara, qo'limda iPhone 7 Pro Max turibdi. Nima Uni u? men telefon, uni men mana bu merdan so'raganimda 2,5 ming dollar dedi. Vuy, 2,5 ming dollar 25 ta olmaz. Mana shuni o'zingiz sotib ola olasizmi? Ha, sotib ola olaman. Menga bersang bo'ldi, xohlamasang uyimdan chiqib beraman. Yo'q. Obsidian tardan sotib oldingiz a? Rahmat sizga. Nima 2,5 ming dollardan keyin 8 dona obsidianimizni sotib oldik. Bir stak bo'lmi? Bir stak. Mayli, rahmat, mer. Ha. Короче, meni qonim ochdi. Ha. Biror bir uydan yoki mana shu yerdagi yurgan biror bir narsalarni yo огородlardan narsalarni olib kelish kerak. Ko'mir yo'qmi? Menda Bizga mebel kerak. Sandiq, pechka. yo'q, versakdan xolos senga ovqat qilib beraman. Qildim. Men qornim och bo'lib ketdi bu yoqda. Hozir yeb olib beraman. O'tirib yeyish kerak edi mebelda.